Rahmonov Azizbek Yigitali o'g'li 1997-yilda Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida tug'ilgan. Joriy yilning 10-12 sentyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi El yurt umidi jamg'armasi tomonidan o'tkazilgan The UF Awards tanlovida yilning eng yaxshi loyihasi xorijiy universitetlarida tahsil olayotgan va o'qishni tugatib O'zbekistonda o'z mehnat faoliyatini davom ettirgan El yurt umidi jamg'armasi stipendiyalari o'rtasida o'tkazilgan tanlovda quyosh parabola-sindrik konsentratori yordamida chuchuk suv olish qurilmasi loyihasi bilan qatnashdi. Hozirda Farg'ona davlat texnika universiteti energetika muhandisligi fakulteti tayanch doktoranti. Bu loyiham nomi parabola-silindrik quyosh konsentratori yordamida chuchuk suv olish yoki qisqacharoq qilib aytganda toza suv olish texnologiyasi bo'lib, hech qanaqa elektr toksiz, hech qanaqa qo'shimcha nimalarsiz quyosh yordamida suvni tozalash texnologiyasi bo'lib. Hozirgi kunda juda dolzarb bo'lgan muammolardan bittasi suv tanqisligi hududlarda aholi uchun toza ichimlik suv olish va boshqa muammolarni hal qiladigan loyihalardan biri hisoblanadi. Avvalo bu tanlovda menga bergan imkoniyatlari, taassurotlar birinchi o'rinda networkingni shakllantirishga katta hissa qo'shdi, chunki o'zimga o'xshagan yosh tadqiqotchi yoki mendan ancha tajribasi yuqori, kuchli olimlar bilan real hayotda ko'rishga imkon bo'ldi. Ular bilan tajriba alishdik, boshqa sohalarda ham ko'rdik. Men Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Rahmonov Azizbek Yigitali o'g'liman. Bu g'oyani ilmiy rahbari texnika fanlari doktori O'ktam Rahimov Salomov bilan ishlab chiqdik. Birinchi konstruksiyamiz tashqarida prototipi ham turibdi, olib kirish imkoni bo'lmadi, juda kattaning hisobiga. Sodda konstruksiyali parabola-silindrik quyosh konsentratori yordamida chuchuk suv olish qurilmasini ishlab chiqish. Bunda bizda ilmiy yangilik nima bo'ldi desa, ilmiy yangilik priyomnik qismi, ya'ni suvni qabul qilish qismida biz konstruksiya o'zgartirish kirgizib, bunda suv olish, kondensat qo'shish orqali suv olish, ya'ni bug'langan, chuchuklashgan suv olish jarayonini tezlashtirdik. Bunda ko'rinib turibdi. Ikkinchisi, paraboloid konsentratorli suv chuchuklashtirish qurilmasi, xuddi shu qurilmani suvda qalqib yuradigan qismi Italiyaning Turin texnika institutida O'ktam Rahimov va bir qancha Italiya olimlar bilan birgalikda ishlab chiqilgan. Bizga O'ktam Rahimov tashabbuslari bilan shuni statsionarni ishlab chiqish topshirig'i bo'lganda biz buni statsionarni ishlab chiqdik. Bunda past bosim, past haroratda suvni bug'lantirish imkonini beradi, ya'ni tor bo'shliq orqali. Bizi yangi turdagi modullashgan parabola-silindrik quyosh konsentratorli suv tozalash texnologiyamiz quyidagicha hisoblanadi. Ya'ni paraboloidni priyomnik qismini 9 ga 30 sm bo'lgan, o'zi aslida original, lekin biz uni 9 ga 10 sm qilib, shuni modul ko'rinishda qilib parabola-silindrik konsentratorga внедрять qilganmiz. Sababi shuki, u parabola-silindrik konsentratorda ishchi yuzasi juda yuqori hisoblanadi. Ko'proq. Hozirgi kunda tayanch doktorant bo'lib, bu loyihani, bu g'oyani kelishiga asosiy sabab ustozim O'ktam Rahimov Salomov hisoblanadi. Chunki birinchi doktoranturaga kirganda men har xil mavzular tanlab olib kirganman. Oldinlariga quyosh panellari bo'yicha, boshqalar bo'yicha olib kirganda O'ktam Rahimovning bitta gapi esimga tushdi. Hozirgi kunda jamiyat uchun eng kerakli bo'lgan muammolardan biri nima dedi. Men mana shu elektr energiyasi desam, yo'q. Hozirgi kunda eng global muammo hisoblangan bu suv muammosi bo'lgan. Suv muammosini hal qilsangiz, nafaqat u ilmiy ishingiz qog'ozda qolib ketmaydi, balki odamlarga ham keyinchalik tatbiq qilganingizda foyda keltirishi mumkindir. Avvalo shu ideyani berishgan. Undan tashqari o'zlari Italiyada qilgan ishlardan namunalar berishgan, menga g'oya berishgan. Men keyin oldilariga boshqa o'sha g'oyani takomillashtirib olib kirganimda, buni bunaqa qilasiz, buni bunaqa qilasiz deb menga to'g'ri yo'l ko'rsatishgandan keyin shu natijalarga erishib kelyapman. Sarhisob qiladigan bo'lsak, birinchi erishgan yutuqlarimdan bittasi shu sohani tanlaganim, chunki hozir kelajak sohasi bo'lib turgan. Ikkinchisi bo'lsa, o'qituvchilarning tavsiyasi, ko'rsatgan yo'llari tufayli 3-bosqichda o'qib yurgan paytimda IELTS sertifikatlarini qo'lga kiritdim. Undan so'ng 2022-2023-yil Buyuk Britaniyaning University of Readingda El yurt umidi stipendianti bo'lib, magistratura bosqichini tamomlab keldim. Hozirgi kunda ham ilmiy faoliyatimni davom ettirib, ko'plab muhandislik tanlovida ham The UF Awards 2023 yilning eng yaxshi ilmiy loyihasi sifatida nominatsiyada e'lon qilindim. Bundan tashqari o'zimizda e'lon qilingan Eco Innovation'da ham faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdaman. Ilmiy ishni boshlashdan oldin ustozlarimiz Boynazarov Bekzod aka,
Mirsoli O'zbek domlalar bilan birgalikda Qoraqalpog'istonga borib, u yerda sharoitni o'rganib, endi bu yerga borishimizga asosiy sabab rektorimizning topshirig'i bilan Qoraqalpog'istonga bog'chaga suv tozalash texnologiyasini o'rnatib berish kerak. Ya'ni elektr energiyadan ozod qolib, qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan suv tozalaydigan texnologiya o'rnatishimiz zarur edi. Va o'sha yerga borgandan keyin biz suvning tarkibi, u yerdagi aholining ichimlik suvga bo'lgan ehtiyoji yuqoriligini bilganimizdan keyin bu sohaga chuqurroq kirib bordik. Men qilayotgan ilmiy loyiha hozirgi kunda prototip ko'rinishida, laboratoriya prototip ko'rinishida natijalarimizni olganmiz va uni hozirgi kunda bizga buyurtmachi tashkilotlar qayerda bo'lishi mumkin? Siz buyurtmachi tashkilotlar bizga kichkina bog'chalar, ta'lim muassasalari, maktablar, keyinchalik buni biz agar massiv ko'rinishda sanoat miqyosida внедрение qiladigan bo'lsak, katta shaharlar, tumanlar va hatto viloyatlar ko'rinishida ham suvni tozalash texnologiyasini o'rnatishimiz mumkin. Yutuqlarga erishishdan oldin menga kimdir kelib, "Bunaqa joyda o'qiysan" yoki "Mana natijalarga erishasan" desa, xuddi menga ertagidek tuyulgan o'sha paytda. Chet elga chiqish uchun masalan, oldin men yoshligimda akalarim, opalarim chiqmoqchi bo'lsa, proses uzoq edi, qiyin edi, ilojsiz narsadek ko'rinardi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlarga imkoniyatlar juda ko'p yaratildi. Misol uchun, El-yurt umidini men davlat tomonidan borib o'qib, top 200 taga kirgan universitetda magistrlik darajamni oldim. Kontraktim, yeb ichishim, hamma turar joy xarajatlarimgacha davlat tomonidan qoplandi. Bundan tashqari har xil tanlovlar uyushtirilyapti. Yoshlarga e'tibor juda kuchli bo'lib boryapti. Muhandislik tanlovi, elektromobil berish, masalan, oldin faqat olimpiada chempionlari, boshqa sportsmenlar oldi qolmasa, hozirgi kunda olimlar ham bu natijalarni qo'lga kirityapti. Universitetimiz miqyosida ko'radigan bo'lsak, rektorimiz tashabbusi bilan juda ko'p ishlar olib borilmoqda. Masalan, ilmiy ish qilmoqchi bo'lgan odamlarga laboratoriyalarga stajirovka universitet hisobidan xorijiy davlatlarga yozgi maktab stajirovka o'tash uchun universitet tomonidan qoplab berilyapti. Bundan tashqari, masalan, muhandislik tanloviga 135 ta respublikadan kelgan bo'lsa ham, o'shani 30 tacha yoki undan ko'pini Farg'ona davlat texnika universiteti talabalari, o'qituvchi, professorlar va doktorantlari tashkil qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda O'ktam Rahimovich tashabbuslari bilan ilmiy tadqiqotchi yoshlarga juda ko'p yo'llar ochiq berilyapti. Ushbu sharoitlardan biz shuni tushunyapmizki, xuddi biz orqamizda O'ktam Rahimovich turib bergandek his qilyapmiz-da, xuddalik biz O'ktam Rahimovичga bemalol suyangan holda oldiga qarab, ikkilanmasdan to'siqlarsiz yurayotgandek his qilib, avvalo rahmat aytamiz.